Demokratik partiyasi Toshkent shahar kengashida 2026-yilning birinchi choragi yakunlari bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tdi. Tanqidiy va tahliliy ruhda o'tgan yig'ilishda partiyaning tuman kengashlari raislari, xalq deputatlari, mahalliy kengash deputatlari ishtirok etdi. Yig'ilishda 2026-yilning birinchi choragida partiya tashkilotlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar, deputatlik faoliyati samaradorligi, hududlarda olib borilgan targ'ibot ishlari, partiyaviy loyihalar ijrosi, jamoatchilik bilan aloqalari va axborot maydonidagi faollik atroflicha tahlil qilindi. Deputatlar tomonidan dorixonalardagi narx-navolarning oshirilishi yuzasidan o'rganishlar olib borish lozimligi ta'kidlandi. Aholi orasida bo'lib, mavjud muammolarni o'rganishni faollashtirish yuzasidan mulohazalar bildirildi. Ayrim hududlarda partiyaviy loyihalar ijrosi va deputatlarning tashabbuskorligi talab darajasida emasligi qayd etilib, bu borada mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berildi. 3 oy mobaynida masalan tuman sessiya kengashlariga masala kiritmaganligi yoki doimiy komissiyaga masala kiritilmaganligi, deputat so'rovlari chiqarmaganligi va chiqarganlari ham hozirgina mana guvohi bo'ldinglar. Deputat so'rovi chiqargan deputatlarimizga demak ijro hokimiyati tomonidan javob berilmaganligi holatlari mana kuzatilayotganligi bugun mana ayon bo'ldi. Yana har bitta deputatimiz albatta o'zini orqasidan ko'plab a'zo kelish kerak partiyaga, ya'ni ko'plab a'zoni ergashtirish kerak. Bu bo'yicha ham deputatlarimiz tomonidan oqsoqlikka yo'l qo'yilgan. Bundan tashqari mana a'zolik badallari bo'yicha ham juda ham sustkashlikka yo'l qo'yilgan. O'ylaymanki, bugungi yig'ilishdan keyin har bitta deputatimiz, har bitta tuman kengash raislarimiz xulosa qildi. Yig'ilishda har oyda mahallalarda aholi bilan uchrashuvlarni tashkil qilish, mavjud vaziyatni o'rganish lozimligi qayd etildi. Bajarilayotgan ishlarni keng targ'ib qilish borasida ham tavsiyalar berildi. Albatta, belgilangan vazifalar yuzasidan ham joylarda ijobiy ishlar qilinayotgani e'tirof etildi. Shuningdek, ish samaradorligiga erishishda raqamli texnologiyalardan foydalanilayotganligi aytib o'tildi. Prezidentimiz tomonidan PQ1 farmonlar e'lon qilingan. Bu qanaqa farmonda tuman prokurori, tuman ichki ishlar bosh boshliqlarining hisobotlarini eshitdik. Amalga oshirilayotgan ishlar va keyingi bo'lgan dolzarb vazifalar bo'yicha har bir deputat o'zini okrugi bo'yicha birma-bir o'tib chiqdi. Sababi hozir bizda muammo bo'layotgani kamera masalasi. Hozir o'sha har bir jinoyatni oxiriga yetib borish, ildiziga yetib borishga bu birinchi navbatda kamera deputatlarni qiynayotgan fuqarolarning masalasi. Bu bo'yicha ham o'sha mahalliy ortilgan pul mablag'laridan o'sha 10% dan ajratgan holda mahallalarda kameralashtirish masalasini biz kun tartibiga qo'yganmiz. O'sha tuman prokurori, tuman ichki ishlar bosh boshlig'i bilan birgalikda manzilli dastur tasdiqlab olingan. Shuningdek, deputatlar faoliyatida natijadorlik, intizom va mas'uliyatni kuchaytirish, jamoatchilik bilan muloqotni yanada mustahkamlash, partiyaning dasturiy maqsadlari ijrosini ta'minlash bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab olindi. Yig'ilish yakunida ikkinchi chorakda deputatlar faolligini oshirish, partiyaviy nazorat mexanizmlarini kuchaytirish yuzasidan tegishli topshiriqlar berildi. Rustam Rustamov, Bobur Dadaboyev, Poytaxt.